Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Adabiyotga ixlosmandlar hamda kitobga oshno qalblar uchun Yog'du tele loyihasi siz bilan. Ushbu loyihamizda turli hikoyalar hamda badiiy adabiyotlarni birgalikda mutolaa qilamiz, mushohada qilamiz. Mandarinlar. Ryunosuke Akutagawa. Qahraton qishning tund oqshomi edi. Men Yokosuka Tokio yo'nalishidagi poyezdning 2-sinf vagoni burchagida uning jo'nashini kutib parishon o'tirardim. Vagonlarda allaqachon elektr chiroqlar yoqilgan, biroq nima uchundir mendan boshqa yo'lovchi yo'q. Tashqarida nimqorong'i. Platformada ham bugun negadir hech kim, hatto kuzatuvchilar ham ko'rinmas. Faqat ahyon-ahyonda qafasdagi kuchuk ayanchli akillab qo'yardi. Bularning barchasi ajabtovur tarzda mening ayni damdagi kayfiyatim bilan uyg'unlashib ketgan. Shuurimda xuddi qovoq uygan qorli osmondek ta'riflab bo'lmas horg'inlik va g'am-g'ussaning xira ko'lankasi kezardi. Men qo'llarimni paltoyim cho'ntagiga tiqib, undan chiqib turgan kechki gazetani o'qishni ham istamay jim o'tirardim. Nihoyat gudok chalindi. Men bir oz yengil tortib, boshimni oyna romiga suyagancha vokzalning ko'z o'ngimda asta-sekin ortga chekinishini kutdim. Lekin shu payt platformadagi turniket tomondan getaning qattiq taqillashi eshitildi va ortidan konduktorning g'azabnok baqirig'i yangradi. Men o'tirgan vagon eshigi taraqlab ochilib, 13-14 yoshlardagi bir qiz xalloslab kirib keldi. Va shu soniyada poyezd bir silkindi-yu, asta joyidan qo'zg'aldi. Dalalarni birin-ketin bo'laklayotgan platforma simyog'ochlari, kimdir tashlab ketgan u unutib qoldirgan suv bochkali arava, poyezddagi kimgadir egilib ta'zim qilayotgan aravakash. Bularning barchasi pag'a-pag'a bo'lib oynani qoplayotgan tutun orasida istar-istamay ortda qolardi. Nihoyat erkin nafas olib, tamaki cheka boshladim va shundagina osilgan qovoqlarimni ko'tarib, ro'paramda o'tirgan qizcha yuziga nazar soldim. U chinakam qishloq qizi edi. Mo'ylanmagan, quruq, ola-bula sochlari oddiy yapon turmagi bilan yig'ilgan. Yorilib ketgan yuzlari sopoldek qip-qizil. Kishida yoqimsiz taassurot uyg'otardi. Tizzasida tugun, isqirt zangori jun sharf pala-partish osilib yotar. Muzlab qolgan qo'llari bilan 3-sinf vagoniga tegishli bo'lgan qizil chiptani avaylab ushlab olgandi. Menga bu qizning qishloqi qiyofasi sira yoqmadi. Bundan tashqari, uning yag'ir kiyimlari ta'bimni xira qildi. 2-sinf bilan 3-sinf vagonlari orasidagi farqni anglolmaydigan darajada ahmoq ekanligi esa asabimni buzdi. Shuning uchun tamakimni tutatgancha uning borligi haqida unutishga qaror qilib, noiloj gazetaga yuz burdim. Va nogoh oynadan taralayotgan yorug'lik gazeta sahifalariga to'kilar ekan, elektr nurlariga aylanib undagi behisob belgilar ravshan ko'rina boshladi. Chamamda poyezd Yokosuka liniyasining ko'plab yer osti yo'llaridan birinchisiga kirdi chog'i. Biroq yorqin sahifalarga qanchalik ko'z yugurtirmay, dunyoda sodir bo'layotgan barcha voqealar siyqasi chiqqan oddiy safsatalardek mening g'ussamni aritmasdi. Tinchlik masalalari, yangi turmush qurganlar, yana yangi turmush qurganlar, mansabdor shaxslarning poraxo'rligi, o'lim haqidagi e'lonlar. G'alati xayollar og'ushiga cho'mdim. Tunnelga kirgan poyezd birdan teskari harakatlanayotgandek tuyuldi va men o'zim sezmagan holda nigohimni bir belgidan boshqasiga ko'chira boshladim.
Ammo bu vaqt davomida qarshimda o'tirgan tirik odamzodning chirkin vakili bo'lgan mana bu qizchani biror daqiqa bo'lsa-da xayolimdan quvolmadim. Yer ostidagi poyezd, qishloqi qiz va bir chaqaga qimmat maqolalar bilan to'lib toshgan ushbu gazeta. Nima bular? Tushunarsiz, razil, zerikarli insoniyat hayot belgilari emasmi? Oxirigacha o'qib tamomlamagan gazetani uloqtirib, menga ma'nisiz ko'ringan barcha narsadan ko'z yumdim va boshimni oynaga tiragan ko'yi jonsizdek o'zimni uyquga soldim. Bir necha daqiqa o'tdi. Bexos nimadandir cho'chib ketib, norozi o'girilsam, qiz sezdirmasdan joyini tark etgan, qarshisidagi o'rindiqqa o'tib, yonimga turib olgan va oynani zo'r berib ochishga tirishayotgan ekan. Mahkam berkitilgan oyna romi esa qilt etmasdi. Uning to'rlashgan yuzlari yanayam qizarib ketgan, oyna oldida tipirchilab, entikib nafas olayotgani va goh-goh burnini tortayotganini eshitdim. Lekin uning bu xatti-harakati menda achinish hissini uyg'otmadi. Har ikkala tomondagi oynalardan qovjiragan maysalar qoplangan qir adirlarning oqshom shulasida yiltirab o'tayotganini ko'rib, poyezdning yana tunnelga kirayotganini osongina anglash mumkin edi. Qizcha esa nimaga oynani ochishga harakat qilyapti, tushunmadim va buni faqatgina injiqlikka yo'ydim. Shuning uchun qalbim tubidagi qahri qattiqlik ila unga sovuq nigoh tashlab, oynani timdalayotgan muz qo'llarini sindirgim keldi. Uning urinishlari omadsiz yakunlanishini istadim. Shu payt poyezd dahshatli gumburlab tunnelga o'zini urdi va shu zahoti qizcha bo'shatishga intilayotgan oyna romi ham taraqlab ochilib ketdi. To'g'ri burchakli yoriqdan qop-qora, quyuq, nafasni bo'g'adigan qurumli tutun ichkariga yopirilib, vagonni burqsita boshladi. Men hatto ro'molcha bilan yuzimni yopishga ham ulgurmay, tutunli to'lqin ustimga sepilgandek, ko'pdan buyon qiynab kelayotgan tomog'im g'ippa bo'g'ilib qoldi va nafas ololmay yo'taldim. Qiz esa mening bu holimga zarracha ham e'tibor bermay, derazadan boshini chiqardi. Sochlarini tortqilayotgan shamolga tutib, oldinga, poyezd yo'liga boqdi. Men tutun aralash elektr yog'dusiga burkangan qizga qaradim. Agar shu lahzada oyna orti birdan yorishib, u yoqdan toza tuproq isi, pichan va suv hidi yuzimga urilmaganda va nihoyat yo'talim to'xtamaganda, shubhasiz bu notanish qizchaning ushbu qilmishi uchun qattiq dakki bergan, oynani esa yopib qo'ygan bo'lardim. Poyezd tunneldan ravon sirg'alib chiqib, har ikki tomondan yonbag'irlari quruq, o't-o'lanlar bilan qoplangan tog'lar bo'g'ib turuvchi g'arib bir postyolkani kesib o'ta boshladi. Atrof javonib iflos, bir-biriga ulanib ketgan tiqilinch cherepitsa va poxol tomlar hamda shom qorong'usida yanayam oqarib hilpirayotgan bayroqchasini ma'yus sirkitib qo'yishi kerak bo'lgan strelkachi. Poyezd tunneldan chiqishi bilan shlagbaum ortida bo'm-bo'sh o'tish joyida yonma-yon turgan qizil yuzli 3 ta bolakayga ko'zim tushdi. Uchovi ham bulutli osmon bosib qolgandek pak-pakana. Egnidagi kiyimlari ham mana shu badbin posyolka turqida edi. Ular o'tib ketayotgan poyezddan ko'z uzmay, birdaniga baravar qo'l ko'tardilar va qandaydir tushuniksiz ishoralar bilan salomlashdilar. Shu damda g'aroyib hodisa yuz berdi. Beliga dovur oynaga tiralib turgan qiz muzlab qolgan qo'llarini cho'zib o'ngga chapga silkidi va to'satdan bolalarga bir nechta oltin mandarinlarni uloqtirdi. Shunda oftob yarq etib, iliq nur sochib yuborgandek yuragim orziqib ketdi. Men beixtiyor entikib yubordim. Va shu ondayoq hammasini tushundim. U, ya'ni mana bu qizcha
Aftidan ishga ketgan, uni kutib olish uchun poyezd yo'liga chiqqan ukalariga minnatdorlik tariqasida qo'yniga yashirib olgan mandarinlarni oynadan tashlagandi. Shom qo'yniga g'arq bo'layotgan posyolkada qushlar kabi qichqirayotgan uchala bolakaylar, mandarinlarda jilolangan yog'du, bularning barchasi oyna ortida bir lahzagina yalt etdi. Lekin bu manzara qalbimda uqubat yolqini bo'lib, abadiy muhrlanib qoldi. Hamda meni yana qandaydir iliq bir tuyg'u qamrab olganini his etdim. Bundan to'lqinlanib, boshimni ko'tardim va qizga qaradim. U ro'paramdagi joyiga kelib o'tirarkan, yorilgan yonoqlarini yana avvalgidek zangori jun sharfi bilan yashirib, katta tugunini quchoqlab, qizil rangli 3-sinf chiptasini mahkam qisdi. Shundagina meni odamzod hayotining zerikarli, tuban, tushuniksiz va dilxun charchoqlari vaqtincha bo'lsa-da tark etdi. Aprel 1919-yil. Rus tilidan Odinaxon Abdurahimova tarjimasi. Qadrli muxlislar, bugun biz birga mutolaa qilgan ushbu hikoyada o'zingizga kerakli xulosani chiqarib oldingiz degan umiddamiz. Kelasi dasturlarimizda bir-biridan ajoyib hikoyalar, turli adabiyotlarni birga mutolaa qilamiz. Bizdan uzoqlashmang, xayr, salomat bo'ling.